Yaxshimsizlar ko'ruvman do'stlar, hozir qotganlar xayrlik bo'lsin. Mening ismim Muzaffer. Bugun sizlarga ekonomiya va iqtisod darsining 3-darsi bo'lgan pul degan temada bir video ishildim. Hammalarning yoqtirib ko'rishingizni umid qilaman. Bu videoni boshlashdan burun mening kanalimga ergashmagan bo'lsangiz, ya'ni obuna bo'lmagan bo'lsangiz, shu videodagi o'ng tarafdagi obuna bo'l degan yerga bosib qo'ysangiz, kanalimga ergashgan bo'lasiz. Hayatımızda pul deplam ötümüz. Hayat qilishimiz uchun bo'lmaydigan narsalardan birisi. Shunga bu videoda pulning nima ekanligini iqtisodiy tarafdan ko'rib chiqaylik. Hayatımızda savdo unumini oshirish uchun almashtirishga ishlatilgan vosita tovar. Pulning nurg'un shakli bor. Metal, qog'oz va boshqa pishiqlab ishlangan mahsulotlar. Bank kartasi, inovatlik karta qatorliq magnetlik kartlar. Ondan boshqa ko'chma pul to'lash va maxfiy shifrli detallar. Bir narsani pul deyishimiz uchun 3 xil asosiy iqtidor bo'lish kerak. Birinchisi almashtirish iqtidori bo'lish kerak. Har vaqt bir narsa bilan almashtirish iqtidori bo'lish kerak. Qachon almashtirgangiz bo'lsa, shu chog'da almashtira oladigan bir qiymat bo'lish kerak. Ikkinchisi butun insonlarning qabul qilgan bir o'lcham birligi bo'lish kerak. Masalan, men bozorga berib 1 kilo pomidorning bahosini 5 lira deb ko'rgan bo'lsam, shu pomidorning bahosi bir o'lcham birligi bo'ldi. Uchinchi, qimmat tejash quroli bo'lish kerak. Pulingizni bir yerda yig'ib, keyin texmi qimmatli narsalarni sotib olishingiz uchun bir qimmat quroli bo'lish kerak. Mushunga o'xshash 3 xil unsur bo'lganda biz bu narsani pul deya olamiz. Unda qolsa biz pulning kelib chiqish hikoyasini birlikda anglab chiqaylik. Burunsida, ya'ni burungi zamonlarda pul degan hukm yo'qdi. Nayt qulay va oson bir sistem botdi. U bo'lsa almashtirish. O zamonlarda insonlar teriqchilik, diqqatchilik degandek ishlar bilan shug'ullanadi. Birsi olma tikib, olma ishlab chiqaradi, yana birsi bo'lsa banan tikib, banan ishlab chiqaradi. Banan olma qarag'an chog'da qimmatli bir meva hisoblanadi. Çünkü alma hem jiq hem asan yetişip çıkıdığan meyve. Bir günü almıç kelib banançıga "Men sana bir alma berey, bana bir tal banan ber" deydi. Banançı olsa "Men ahmaq görüp qaldımmı? 5 tal alma bersam bir tal banan berme" deydi. Bu xil ticaret eng burunqi pul almashtirish va pul buzdirish sistemasini o'ttirib chiqardi. Hozir bizning normal turmushimizdagi döviz, ya'ni pul almashtirish, pul buzdirish sistemasi Muştunga o'xshab qoldi. Masalan, biz hozir 7 tal 1 lira berib 1 Amerika dollari sotib olamiz. Ya'ni 7 liraga 1 Amerika dollari. Bu yerdagi dollar bo'lsa, bayamqi bananga o'xshash qimmatlik. Dollar nima qilguncholar qimmatlik, dollarning qiymati nimaga asosan o'lchildi? Buni men boshqa bir darsimizda texmo tushunish shaklida sizlarga so'zlab beraman. Agar bozorda bir narsa qancha oz bo'lsa, bu narsaning qiymati shuncha yuqorilaydi. Pulmu shuningga o'xshash. Pul degan qog'ozni davlatlar qanchalik bisib chiqsam bo'laverdi deb gap yo'q. Agar Turkiya turk lirasini kallisi kelgancha bisib chiqaraversa, boshqa davlatlarmi ahmoq emas. Turkiya to'xtamay pul bisib, pul ishlab chiqaradi. Turk lirasi nihoyat ko'payib ketdi. Biz bundan keyin pulimizni texmi ko'p liraga sundirib beraylik deydi. 7 liraga 1 dollar beradigan Amerika bu qatam 10 liraga yoki 14 liraga 1 dollar berdi. Hamsa pulning kelib chiqish hikoyasini davomlashtiraylik. Burun zamonlarda insonlar asosiy teriqchilik bilan shug'ullanadi degan to'q. Bular olma, nashput, go'sht, sut degandek bir mo'sh narsalarni ishlab chiqaradi. Ba'zi narsalarni vaqtida iste'mol qilmas bo'lmaydi. Masalan, sut, go'sht degandek o zamonlarda to'nglatqi bo'lmag'achqa bu xil narsalar ishtik buzilib qoladi. Yana o'xshashlar to'mirchilik bilan shug'ullanadigan insonlarning batdi. Bir oyda bir tal qilish ishlab chiqaradi. To'mirchimi sut ichish uchun sutchiga "Men har kun sut olib kel, men sana bir qilish yasab beray" deydi. Sutchi "Men nereden bilmay sana qancha kun sut olib kelganimni" desa, to'mirchi bir daftarga yoki bir qog'ozga yozib qo'y deydi. Eng burunqi moliya daftarimi mushunda kelib chiqqan. Bu insonlar o'zaro mushunda moliyachilik daftari tutadi. Keyin bular yurt boylari va hukmronlar tarafidan boshqarishga boshlaydi. Yurt boylari va hukmronlar bularga har xil tijoriy tavsiyalarni sundi. Masalan, bularga boshqa yurtlardan, boshqa ellardan bulongchilar kelib, sizlarning oshqonlarni, bug'doyinglarni bulab ketmasin. Mening sarayimdagi yoki mening qallarimdagi ochliq ombiriga akilib qo'yinglar. Mening ombirimda tursa ishonchlik askarlar qo'g'daydi. 10 taroza bug'doy olib kelsanglar, yil oxirida yoki 3-5 oydan keyin sizlarga 11 taroz qilib qaytarib beraman deydi. Bu foizni, ya'ni eng burunqi o'sim sistemasini o'ttirib chiqardi. Eng burunqi bankalarmi nazariya jihatdan mushunda kelib chiqqan. Lekin hamma hukmronlar unda emas. Ba'zi hukmronlar 10 taroza bug'doy olib kelsanglar,
sizlarga yil oxirida yoki 3-5 oydan keyin 9 tarozi qilib qaytirib berman. Bir tarozi bo'lsa, sizlarning oshqonlarning qovdilish haqqi deb tutib oldi. Bumi eng burunqi bosh sistemasini o'ttirib chiqargan. Mushu ikki xil sistemada siz hukmronning ambiriga oshqoningizni qo'yg'ili borganingizda, hukmronning moliya boshqaruvchisi bo'lsa, bir hisobot xotirasi tutadi va sizga hukmronning tamg'is bisilgan bir qog'ozni va yo bir talonni berdi. Bu talon keyin almashtirish qiymati bo'lgan bir xil pulning o'rnini oldi. Agar sizdan muhim bir narsaga ehtiyojingiz bo'lib, hukmronning bergan talonining tig'i vaqt to'shmagan bo'lsa, bu talonni ko'tarib to'mirchiga berib, bu talon sinan bo'lsin, menga bir tal qilish ber yoki bir tal ot ber, men bu yurtdan ketaman deb almashtira olasiz. Keyin bu qog'ozning o'rnini oltin, kumush degandek metallar o'rnini oldi. Hukmronlar bu metallardan yombo tilla ishlab chiqarish boshlaydi. Ammo bu oltin, kumushlarni ko'tarib yurish nihoyatda tez bo'lg'achqa, shu vaqtdagi boylar o'zidan cho'ng va o'zidan qalin kiyimlarni kiyib, yeniga taxmijiq oltin, kumush silib yuradi. Kambag'allar bo'lsa, inoqlam o'ttir chiqib qolgandek yalangto'sh yuradi. Eng burunqi qog'oz pul, ya'ni biz hozir shiltatgan qog'oz pul qachon chiqdi? Milatdan burunqi 118-yillarda Osiyoliklar teri pul ishlatishga boshlagan. Milatdan keyingi 806-yili qog'ozning o'ttirga chiqishi bilan qog'oz pul ishlatishga boshlagan. G'arb ellarida bo'lsa, qog'oz pul ishlatish 17-asrning oxirlarida o'ttirga chiqqan. Shvetsiya 1661-yili Yevropa qit'asida birinchi qog'oz pul ishlab chiqargan davlat bo'lgan. 1668-yilda qurilgan Shvetsiya davlat bankasi bo'lsa, dunyodagi eng ko'na davlat bankasi. Bu qog'oz pullarni 1690-yillari Angliya va Amerika ishlab chiqarishga boshlagan. Keyin boshqa davlatlarning markaziy banklarining ta'sis qilinishi bilan keng tarqalgan. Hozir biz yashayotgan dunyodagi qog'oz pul, tengi pul, bank omonat pulining umumiy miqdori bo'lsa 80 trillion 900 milliard dollar. Qo'limizdagi har bir qog'oz pul o'tir hisob bo'yicha yilda 55 odamdan qo'lda o'tadi. Shundaqla hozir qo'limdagi bu 5 yevro bo'lsa, Yevropadan chiqib Turkiyaga kelguncha qancha odamdan qo'lda o'tdi? Shunga har vaqt pulni tutgan vaqtimizda birinchi bo'lib qo'limizni yuvishni unutmaylik. Hayotimizda eng tatli narsami pul, eng mehnat narsami pul. Banklarning qanday pul topilganligini keyingi videomda texnik tafsiliy qilib tushuntirib qo'yaman. Shundaqla qo'lingizdagi qog'oz pulning %50 qismidan oz bir qism zaxmiga uchirgan vaqtida shu davlatdagi markaz bankasiga berib pulni almashtira olasiz. O'xshashdan ko'pincha davlatlarda pulni ko'ydirish yoki yirtish qonun xiloflik. Davlatlarda qanchalik pulning besilishiga va tishida qanchalik pulning aylanishiga shu davlatdagi markaziy banka qaror berdi. O'xshashdan pulning qiymatini qo'g'daydigan organmi shu davlatdagi markaziy banka. Undaq bo'lsa, bugungi pul degan temadagi videomiz mushunchalik bo'lsin. Keyingi videoda texnik yaxshi temalarda sizga video ishlashga tirishaman. Shunga meni qo'llashingizni umid qilaman va atrofingizdagi do'stlaringizga va boshqa insonlarga tarqatib qo'yishingizni umid qilaman. Yaxshi, foydali bilimlarni har vaqt atrofimizdagi insonlar bilan o'rtoqlashaylik.